Hozir bir-iki. Demak, ushbu mana uголовimizga, mana shu burchagimizga o'z guruh nomingizni yasashingiz kerak. Bu yerda bitta so'z yashaydi. Yes. Qaysi baba kalamingiz ekan? Yo'q. Azizlar istashing. Sizmen bo'ladi bittaga oldi. Qaysi jamoa? To'la qoling baba kalamingizni tezda toping va guruhingizga nomlang. Hamma narsa yaxshi ish kerak. Erkin Vohidovning bir nihol she'rini sizga aytib bermoqchiman. Demak, vatandosh bog'ingga bir nihol qadar. U nihol otini yaxshilik atar. Niholing yoniga bir gul ekib qo'y. U gulning otini go'zallik deb qo'y. Gulu niholingga baxsh etib hayot, suv ber va bu suvga mehr deb qo'y ot. Sendan farzandingga bog' qolsin ey do'st, bog'ing vatan degan nom olsin ey do'st. Gulzorga aylantirishcha uni nomi nima deb atadi? Go'zallik, yaxshilik, go'zallik, barakalloh. Xo'p, parvarishlab, suv quyib, mehr deb ism qo'ydi. Parvarish qilish, e'tibor berib qo'yishdi. Xo'p, keyin oxirida bu go'zallik, mehr, yaxshilik birikib insonda nima paydo bo'ldi? Va bu sendan farzandingga bog' qolsin ey do'st, bog'ning nomi bog'ing vatan degan nom olsin ey do'st. Yaxshilik, go'zallik va mehr bormi? Demak, bor bo'lgan insonni albatta vatani bo'ladi. Bitta misol, sizning vataningiz uyingiz, ostonangiz. Sizning vataningiz maktabimiz, uyimiz, to'g'rimi? Chunki maktab ikkinchi uyimiz. Demak, mana shunday yaxshiliklar tarannum etilgan xalq og'zaki ijodining namunalaridan biri. Demak, xalq og'zaki ijodini eslaymiz, bolajonlar. Prinsipga men to'qman maqol. Chunki uni xalq yaratadi. Ertak, barakallah. Rivoyat, barakallah. Maqol, o'zingizga rahmat. Tezda aytish, barakallah. Yana topishmoqlar, barakallah. Demak, ana shularning qatoriga, demak, xalq yaratgan ijod namunalari qatoriga rivoyat va hikoyatlar ham tayyorsiz. Demak, guruhlar shakllangan. Navoiy jamoasi, Beruniy jamoasi, hamda jamoalar birgalikda, hamjihatlikda siz javob berasiz va insoniyatga rivoyat va hikoyatlarda uni kalit so'zlarni topishi kerak. Tushunarli, kelishdikmi? Hikoya ekan Ibn Sinoni suratidan tanib oldingiz. Demak, birinchi guruhga birinchi savol, ikkinchi guruhga ikkinchi savol, ikkinchi guruh Ibn Sino, uchinchi guruh ya'ni Beruniy guruhiga uchinchi savol, Ulug'bek guruhiga to'rtinchi savol. Qani o'qib ko'ring va tayyor jamoa qo'l ko'taradi, o'z yutug'ini oladi. Kecha so'radim. Hozir ham so'radim. Birinchisi tozalik, pokizalik, tarbiya, keyin har doim yaxshi kayfiyat. Barakallah, yaxshi kayfiyatda bo'lish edi, to'g'rimi? Olqishlaymiz. Pokizalik borku, odamga har qanday narsa bo'lishi. Barakallah, chunki pokizalik hozirgi tilda nima deyiladi? Ma'nodosh. Barakallah. O'qing savolni. Ko'ngli toza iborasining tozalikka aloqasi bormi? Bormi? Isbotlab bering. Aloqasi ko'ngli toza degan
Yaxshi. Aslida tozalik nima? Ko'ngil tozaligi ko'chma ma'noda bo'lsa, ko'ngil toza bo'ladi deganini salomatlikka ta'siri bormi? Bor. Qanday bo'ladi? Yaxshi? Kayfiyatda. Demak, aloqasi bormi yo'q? Barakalla, olqishlaymiz. Baland gapiring. Yaxshi kayfiyatda bo'lish salomatlikka ta'siri bormi? Bor. Yaxshi kayfiyatda yursa hamma xushal hammaga yaxshi kayfiyatda yursa Yaxshisimiz bilan, yaxshi kayfiyat bilan istarasi issiq holda jilmayib qarash bemorlarni tuzatadimi? Tuzatadi. Barakalla. Non hurmati hikoyati sizga tanish, to'g'rimi? Demak, bu yerda ma'lumotlar qaysidir ma'lumot atay xato berilgan va unga siz noto'g'riga belgi qo'yasiz. Qaysi bir ma'lumotlar to'g'ri, unga to'g'ri belgisini qo'yasiz. Buni ajrata olasizmi? Bugun havo bulut desam to'g'rimi, noto'g'ri? Ana, demak noto'g'riga plyus belgi qo'yamiz. Minus qo'ysangiz noto'g'ri degan. Agar yutsangiz hammasi to'g'ri bo'lsa-da, bir to'g'rini beramiz. Xato bo'lsa, bo'g'inni bera olmaymiz. Katta qilib yozib, barakalla, shunday qilib yozib kelasiz. Barakalla. Shohraznon maqoli matnga mos keladimi? Keladi. Demak, 3-ma'lumot ham to'g'ri. Shohman, podshohman. Men ulug'man deyapti bu ma'lumotda. Lekin hikoyatda nima ulug' edi? Non. Podshohning mansabi ulug'mi? Yo'q. Demak, 4-ma'lumot xato. Beramiz, qarsaklar. Sizga shunday imkoniyat. Siz hozir bir daqiqada non bo'lasiz. Va qanday aziz ne'matligini bilasizmi? Mana shunday ne'matlardan yana nimalar kiradi? Esga olasizmi? Mana shu nonday aziz bo'lish uchun nonning tilidan tengdoshlaringizga o'rgatmaslik uchun nima degan bo'lamiz? Bitta gapir. Keyin Muhammadjon aytadi. Keyin Muhammad nisbati keyin Zahra. Nima qilmasin? Yana uvol deganda nimalar kiradi? Uvol deganda nimalar kiradi? Nima qilib tashlamas kerak? Qachon uvol bo'ladi? Yana atay bosadimi? Yerga tushib ketadi. Yerga uloqtirmaslik kerak. Yana nima qilmaslik kerak? Bo'lagini nima qilmaslik kerak? Atay otadimi? Yana, uzatish otmaslik yana. Qachon uloqtiriladi? Non qachon uloqtiriladi, bolajon? Yana. Zilolaga uzat. Nima qilmasin? Mahorlatmasin. Unga be'tibor bo'lmasin. Rahmat.